2-may sanasiga Food City bozorida qizil pomidorlarni mana ko'rishingiz mumkin. Srednisini 17 ming so'mdan qilib berishyapti ekan. 17 ming deb 16 ming so'mdan taroziga qo'yib berishyapti ekan. Sifatlari zo'r, ranglari tiniq ekan. Qadrbaland qadrdon obunachilarim, izohlarda fikrlar yozib keting. Salkam mana 6 oy deb 6 oy bo'libdi video chiqarmaganimga, endi qo'llab orasida degan umiddaman. 100 ga bo'lansingiz. To'g'risi mana Mesni ro'zi deyapti, lekin Turkman rozisi narxini 19 ming so'mdan qilib berishyapti ekan. 5 tali. Вообще ranglari go'zal, mazasi ham tiniq ekan. Hozir Turkmanning qizili ham bor ekan, 21 ming so'mdan qilib berishyapti ekan. To'g'risiga. Ko'rishlaringiz bozorda mana odamlar deyarli yo'q. Soat 1:30-2 atrofida olinyapti bu video. Sahifamga obuna bo'lib qo'ying, qo'llab-quvvatlash orasida degan umiddaman. Izohlarda o'z fikrlaringizni yozib keting. Keyingi ko'rsatuvlarimizda nimalarni olib chiqaylik. Qaysi meva, qaysi sabzavot mahsulotlarining narxlarini ko'rsataylik. Izohlarda fikrlaringizni yozib keting.